katta tajribaga ega agronom sifatida bugungi O'zbekistonni ham aynan bog'dorchilikni rivojlantirish borasida, agrosanoatni rivojlantirish borasidagi bir faoliyatiga, harakatlariga bir qanaqa munosabat bildirasiz? Avvalo shuni ta'kidlashim kerakki, O'zbekiston uzum yetishtirishda diqqatga sazovor, dunyo miqyosida juda muhim darajadadir. Lekin bunga qarshi uzum yetishtirishda faqatgina quritish bilan cheklangansiz. Dunyo bozorlariga yangi holda iste'mol qilish uchun yetishtirib berish bilan shug'ullanmagansiz. Buni biroz rivojlantirmoq lozim. Ushbu uzum misol uchun yangi holda iste'mol qilish uchun, ko'proq foyda olish uchun yetishtirilmoqda. Faqatgina quritish yoki sanoat maqsadida emas. Turli xil navlaringiz, alohida bir navlaringiz borki, bularni biroz rivojlantirilishi, isloh etilishi va dunyo bozorlariga olib chiqilishi lozim. Juda yaxshi iqlimingiz bor. Tuproq ham juda yaxshi, zamonaviy sug'orish tizimlaridan foydalanib, yuqori hosil olishingiz, juda ham sifatli uzum yetishtirishingiz mumkin. Bu bir namuna bo'lish uchun bu ishlar qilinmoqda. 2-yildirki ko'rib turganingizdek natija bor va bu uzumlar sifatli uzum bo'ladi, inshaalloh.